Agarda dovuchchani tuzga botirib yeyish kerak deb o'ylasangiz adashasiz. Undan shunaqa mazali taom ham dovuchcha qo'shib aralashtirib tayyorlash mumkin. Dovuchcha nafaqat o'zini yeymiz, balki undan sho'rvalarda foydalanishimiz yoki bo'lmasa shunaqa do'lmalarga solib ham mazali ovqat sifatida yeyishimiz mumkin. Qani bo'lmasa birgalikda boshladik. Do'lmamizga kerak bo'ladi 300 gram qiyma, 80 gram dumba, 4 ta piyoz, 2 ta kartoshka, bitta sabzi, bitta pela katta pelada ovqat qizartiradiganimizdan, tuz, bitta choy qoshiqda zira, kashnich, bitta pelada dovuchcha, karom bargi qaynatib tayyor qilib olganmiz, tok bargi va qo'shimiz uchun, palivasi uchun yog' kerak bo'ladi, bitta cho'mich. Endi hozir birinchi bo'lib ishi palivasini qilib olamiz, sho'rvasini qilib olamiz, do'lmamizni. Yana 400 gram guruch ham kerak bo'ladi. Kartoshka, sabzi, piyozlarni to'g'rab oldik. Dovuchchamizni bo'lsa, uni dimlayotganda solamiz. Qozonimizga bir cho'mich yog' soldim. Endi piyoz solib qovurishni boshlaymiz. Boyagi 4 ta piyozdan ikkitasi qaylasiga mana solib to'radim. Ikkitasini bo'lsa qiymaga ishlatamiz. Qaylaga ikkita solayotgan sababi bunga hozir yana ovqat qizartiradigan suvdan solib, yaxshilab aralashtirib olib, o'shandan yana qiymaga ham olamiz. O'shaning uchun sho'rvasiga ham ikkita soldik. Piyozimiz silab rang bo'lguncha qovuramiz. Piyoz qovurilguncha bu yerda dumba bilan qiymani piyozlarni to'rab olamiz. Mana idishimizga qiymani sovaldik, dumba to'rab soldik, ikkita piyozni ham to'rab soldik. Mana piyozimiz tillarang bo'lishni boshladi. Bitta katta pela ovqat qizartiradiganimizdan solamiz. Mana sovaldik, endi qovuramiz. Mana 1-2 martagina aylantiramiz-da, shundan endi qiymaga olamiz. Shu qaylamizdan, palivasidan yarim cho'michcha olamiz. Qolganini ustiga kartoshka bilan sabzi solib aralashtiramiz. Mana aralashtirdik, ozgina aralashtirib, keyin suv solamiz. Mana boyagi qozondagi ovqat qizartiradiganimiz bilan piyoz qo'yganimizdan solganmiz. Hammasi tayyor. Endi guruch yuvib solib, ziravorlarni solamiz. Mana bu yerda do'lmamizdan sho'rvasiga suvni soldik. Endi qaynab chiqqandan keyin buni pasaytirib qo'yamiz. Mana guruchni ham yuvib soldik, ziravorlarni soldik, tuzni ham soldik. Endi yaxshilab aralashtiramiz qiymamizni. Mana qiymasi tayyor bo'ldi. Aralashtirib oldik. Endi bir chetdan tuvish boshlaymiz. Tokbaglarimizdan ustidan bir ro' qaynoq suv quyib olamiz, yaxshilab formaga kelish uchun. Tugayotganimizda. Mana tokbarglarimiz ham o'rashga tayyor. Mana karomidan boshlaymiz tugishni. Birinchi bo'lib karomni teng o'rtasidan bo'lib olamiz. Mana bir tarafda o'zi taraf qoldi, ikkinchi tarafdagi o'zi tarafini olib tashlaymiz endi. Mana o'zigini kesib tashladik. Buni olib tashlaymiz. Endi karomimizni o'sha bagiga o'rashni boshlaymiz. Bagimizga bitta osh qoshiqda qiyma sovaldik. Endi karomni faqat bir tarafini yopamiz, bir tarafini o'raganda ochiq qoldiramiz. Biz har doim shunaqa qilib o'raymiz, lekin umuman ezilmaydi ham, guruchlar chiqib ham ketmaydi. Hozir ko'rsataman. Mana karom bir tarafini ustiga yopib oldik. Endi aylantirib o'rab chiqamiz. Mana bir tarafi ochiq qoladi. Mana karomimizni mana bir uchi ochiq, mana bir yog'i yopiq. Hammasini shunaqa qilib o'rab chiqamiz. Qattiqroq tortib o'raymiz. Mana ikkinchisi ham shunaqa bir tarafini yopdik. Endi o'rashni boshlaymiz. Karomlarimizni hammasini shunaqa qilib o'rab chiqamiz. Mana bir yog'i oldi tarafi ochiq, mana nari yog'i yopiq. Mana shunaqa tortib chiroyli qilib bir tekis o'rab chiqamiz. Tok do'lmamizda bo'lsa, mana bunga ham bitta osh qoshiqda qiyma soldik. Endi bagi ikki yog'ini yopib o'raymiz. Mana shunaqa ikki tarafini yopib olamiz, yaxshilab o'rab chiqamiz. Mana tok do'lmamizni mana ikki tarafini yaxshilab mana shunday yopib, hammasini o'rab chiqamiz. Mana qaylamiz kartoshkalari pishgan. Endi tuzlarini ko'rib, buni o'chirib qo'yamiz, chunki boya 3 kosa suv solganmiz. Bu anchagina suvni tortib qoldi. Tokimizni o'raguncha agarda qaynayveradigan bo'lsa, qaylasi kamayib ketadi. Shuning uchun hozir buni tuzlarni to'g'rilab o'chirib qo'yamiz. Mana do'lmalarimizdan hammasini chiroyli qilib tugib oldik. Mana sho'rvam qaylamizdan tegini yoqdik, bitta qaynab chiqqandan keyin buni sudagi sho'rvasini hammasini bitta idishga olamiz. Mana qaylamizni deyarli hammasini oldik. Qozonimizda nomigagina qoldi. Endi buni ustiga
Birinchi bu karomni terib chiqamiz. Mana karom do'lmamizni 2 qator terib chiqdik. Endi buni ustidan do'chalarimizni qo'yamiz. Mana shu do'chalarimizni solib olamiz. Mana do'chalarni ham qo'yib oldik. Do'cha solishimizdan maqsad ovqatni yana ham xushxo'r qiladi, mazali qiladi, nordon mazasi chiqadi. Biz ham bularimizni do'chani nafaqat yeyishgan, ular do'chani sho'rvalarga solishgan, oshlarga solishgan, xushxo'r, ishtahani ochadigan bo'ladi do'cha solinsa taomga. Endi buni ustidan karomni qo'yib chiqamiz yana. Mana karomimizni hammasini terib bo'ldik. Endi buni ustidan tok bargli do'lmamizni terib chiqamiz. Mana do'lmalarimizni hammasini chiroyli qilib terib chiqdik. Endi buni ustidan boya qaylamizni quyib chiqamiz. Mana gazimizni tegan balon qilib yoqib qo'ydik. Do'lmamizdan suv ko'mish kerak, shunda yaxshi pishadi do'lmalarimiz. Endi buni ustidan yarim bog' ukropni ustiga qo'yib chiqamiz. Ukropsiz biz hech qachon karomli do'lma qilmaymiz, chunki ukrop juda ham hidini zo'r qiladi do'lmani, karomli do'lmani. Shuning uchun albatta biz har doim do'lmani ustidan, karomli do'lma ustidan ukrop qo'yamiz. Mana ukropni ham hammasini chiroyli qilib qo'yib oldik. Endi qaynab chiqqandan keyin buni past qilib dimlab qo'yamiz. Mana qaynab chiqdi. Endi past qilib dimlab qo'yamiz. Taomimiz tayyor bo'ldi. 40 minutda pishdi. Endi ustiga ukroplarni olib, chiroyli qilib laganlarga suzib olamiz. Mana toklarimizni terib olamiz. Mana shunaqa ezilmasdan zo'r bo'lib chiqqan. Mana ustiga toklarni terib oldik. Mana endi do'chalar chiqishni boshladi. Do'chalar xushxo'rgina bo'lgan. Bularni ham asta-sekinlik bilan qoshiqda bittalab olamiz. Bo'lmasa ezilib ketadi. Juda ham mayin, yumshoqqina bo'lib pishgan do'chalar. Ularni ham sekin-sekin olamiz. Mana do'lmamizni chiroyli qilib, shunaqa qilib terib oldik. Do'lmamizni do'chalarini mana yonlariga qo'yib chiqdik. Juda ham mazali, xushxo'rgina bo'lgan. Yoqimli ishtaha. Agar resept yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda uchrashguncha.